Assalomu alaykum, hurmatli guruhimiz a'zolari, biz kuzatib boradigan obunachilarimiz akalar. Marg'ilondagi agrotexnikalar do'konimizga mo'ykalarimiz uchun mo'ljallangan pena bachoklarimizdan optim narxlarda yetib kelgan akalar. Video davomida shularni zo'rni qilib, narx-navosi ma'lumotini berib, tanishtirib, tushuntirib o'tib ketamiz akalar. Hozir optadan like tugmachasini bosib, kommentariyaga o'tib, omad so'zini yozib keladigan obunachilarimizga albatta hozir aytiladigan narxlardan chegirmalarni beriladi. Ko'rishlari mumkin. Bu pena bachoklarimiz 100 talik variantda bo'ladi. Pena bachoklarimiz ham akalar har xil varianti bor. 80 talik, 70 talik, hozirgi kunda 50 talik variantlari ham chiqib ketyapti. Bular shu 100 talik turetskiy pena bachogimiz bo'ladi. Xo'p, suv quyadigan, pena quyadigan nimalari ham temirli variantidan ko'p plastmassa bo'lyapti, shuna hisobiga sinib ketyapti akalar. Xo'p, buni kompressorga ulab ishlatiladi akalar. Mo'ykachi akalarimiz, ishlatib yurgan akalarimiz juda ham yaxshi bilishadi sifatini. Bu 100% talik chiqadigan varianti RTR Max firmasiga tegishli. Xo'p, bir tomoniga kompressorda ulanadi akalar, bir tomoniga o'zining shlankasini qo'yib yuboriladi. O'zini havo damlaydigan atmosferalari mavjud. Ko'rishlari mumkin, o'zining chizig'igacha bo'ladi. Mana ko'rishlari mumkin, ichiga shu kopikni tayyorlab turib, bitta kopik 100% tayyorlangan kopik 60 ta 70 ta mashinaga bemalol yetib beradi akalar. Bu pena bachogimizning ikki xil varianti bo'ladi akalar. Shampun tanlaydigan variant hamda shampun tanlamaydigan variantga bo'linadi. Bu ko'rib turgan pena bachoklaring shu shampun tanlamaydigan original variantidan, ichi nirjaveykali original variantidan bo'ladi, lakalangan varianti. Komplektida 8 metr o'zining shlankalari hamda pena pistoletlarini komplekt holatda o'zidan chiqadi, qo'shib beriladi akalar. Xo'p, penasi qancha qolgan yokida qancha holatda to'ldi, o'zini ko'rsatib turadigan shlankalargacha bor. Agar penalar yarim bo'ladigan bo'lsa, yarim holatda sariq holatda ko'rsatib turadi. To'la bo'ladigan bo'lsa, lim holatda qilib ko'rsatib beradi. Xo'p, aqabaqa siljitib ishlash uchun o'zida mana rollarigacha bor, balonlarigacha qo'yilgan akalar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ko'rib turgan pena bachoklarining narxi akalar $155. Like, komment bosib keladigan bo'lsangiz, chiroq narxlari chiqarib beramiz. Shunaqangi pena bachok qidirgan tanishlarga jo'natib qo'ysangiz, biz topish anchagina oson bo'ladi. Manzilimiz Marg'ilonda joylashgan agrotexnikalar do'koni. Telefon qilib bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Hozircha sizlarga tanishtirmoqchi bo'lgan yangiliklardan shular edi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yishni unutmanglar obunachilar.